Mana hurmatli obunachilar, o'tgan safar ham ko'rsatdim-ku shu joyi, o'sha joy. Unda men kelganda gullamadi. Mana Kileriya degan sorti. Gulini qaranglar, buni kattaligini yaxshilab e'tibor beringlar. Buni tushunganlar tushunadi. Faqat dehqonlar tushunadi. Mana Kileriya sorti. Katta hosil beradi bular. Mana hammasi gullab turibdi. Voy bo. Mana gulini qaranglar, gulini. Mana. Buni qaranglar akalar, gullab turishini qaranglar. Kileriya degan sortini. Qiziqqanlar bormi? Hozir men sizga ko'rsataman. Mana akalar. Bu hosil beradi, undan keyin to'xtab qoladi emas. Dalchi ketadi hosil berib. Kim qiziqadi, kommentda kutaman. Ko'rdinglar parniga, bu yerda kat yo'l yo'q. O'tgan yili o'sha iyun-avgust oyida ekilgandi. Tepasini termiz qilib prosta yopib qo'yilgan. Shu joyimizga kelib bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Viloyatlarga yetkazib berish xizmati bor. Mana gullab turibdi. Qiziqqanlar bormi? Aloqaga chiqinglar.